man lazerная korreksiya zreniya qildim va nihoyat man ochkidan voz kechdim. Oldin mani zreniyam -3.75, -3.5 edi. Hozir esa mani zreniyam 100% va men hamma narsani idealni ko'ryapman. Va to'g'risini aytsam, hayotni hozirgida hech qachon his qilmaganman. Keling, bugun sizlarga podrobni hamma protseduralar qanaqa o'tishini va qancha pul sarflashimni aytib beraman. Hammasi Navoiy shahrida konsultatsiya va to'liq tekshiruvdan boshlandi. Ertasi kuni menga to'r pardani lazer koagulyatsiyasi qilindi. Bu narsa qilinmaganda meni operatsiyaga qo'yishmasdi. Bu 2 million so'mga tushdi. Keyin men VIH, gepatit va boshqa analizlarni topshirdim. Analizlarning bir qismini o'zimni shifoxonada bepul topshirdim. Qolganlari esa taxminan 200 ming chiqdi. Va nihoyat deng X operatsiya kuni. O'zimni vrachim operatsiyalarni Buxoroda o'tkazadi. Shuning uchun ayam bilan birga Buxoroga bordik. To'lovlarni qilib palataga yotdik. Va nihoyat meni operatsiyaga olib kirishdi. Operatsiya jarayonini ko'rsanglar bo'ladi. Meni vrachimning ismi Ulmas Ruziyev. Operatsiya где-то 15 minut davom etdi. Umuman og'riq bo'lmadi. Lekin bundan keyin ko'zlarim juda ham ochdi. Где-то 2-3 soat ko'zimni ocholmadim. Biroz palatada dam olib, keyin esa Navoiyga qaytdik. Demak, hamma protsedura va operatsiyaning o'ziga menda mana shuncha pul ketdi. Hozir esa operatsiyadan bir necha kun o'tdi va menga ekranga ko'p qarash, kitob o'qish, qarochi ko'zimni zo'riqtirish mumkin emas. Lekin unga qaramasdan men operatsiya qilganimga juda ham xursandman va bu hisni so'zlar bilan tushuntirib bera olmayman. Agar sizlarda savollaringiz qolgan bo'lsa, men отдельный reels qilishim mumkin. Всем пока.